Sod surasi Makka da nozil qilingan 88 oyatdan iborat. Sod nimaning ramzi ekani faqat Allohgagina ma'lum. Surada mushriklarning Rasul alayhisalomga nisbatan o'tkazgan tazyiqlari, oxiratda berilajak mukofot va jazolar, insoniy fazilatlarga targ'ibot kabi ilohiy ko'rsatmalar mujassam. Bismillahirrahmanirrahim. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Sad wal Qur'ani zikr. Sod zikr manbai bo'lmish Qur'onga qasam yod etaman. Balillazina kafaru fi izzatin wa shiqaq. Ha, kofir bo'lgan kimsalar haqiqatni qabul qilishdan g'ururda va muxoliflikda doimiydirlar. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. Biz ulardan ilgari qancha avlodni kufrlari sababli halok qilganimizda ular yordam so'rab nido qilganlar. Ammo u vaqt azobdan qochib qutulish vaqti emas edi. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. Makka mushriklari ularga o'zlaridan ogohlantiruvchi payg'ambar kelganidan ajablandilar va kofirlar aytdilar: bu bir yolg'onchi sehrgardir. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Shuncha ilohlarni bitta iloh qilib olibdimi? Haqiqatan bu juda qiziq narsa. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. Ulardan kattalari bir-birlariga dedilar: yuringiz, o'z ilohlaringizga sig'inishda sabrli bo'lingiz. Albatta bu iroda etiladigan bo'lib turadigan narsadir. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. Bizlar bu haqda, tavhid haqida so'nggi dinda eshitmaganmiz. Bu faqat bir uydirmadir. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. Bizlarning oramizda zodagonlar turib, o'sha Muhammadga zikr Qur'on nozil qilinibdimi? Ha, ular mening eslatmam Qur'ondan shak shubhadadirlar. Ha, ular hali mening azobimni totib ko'rganlari yo'q. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. yoki ularning oldilarida aziz, qudratli va vahhob, saxovatli Rabbingizning rahmat xazinalari bor ekanmi? أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. yoki osmonlar va yerning hamda ularning o'rtasidagi bor narsalarning hukmronligi ularniki ekanmi? U holda osmonga qarab narvonlarga chiqaversinlar.